ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. Ikkinchi fasl, ikkinchi qism. Allohga hamd bo'lsin. Mahluqotlarning eng sharaflisi, insonlarning sayyidi, Robbisi bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan va havoi nafsidan so'zlamaydigan zotga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Quraysh sayyidlari musulmonlarga qarshi yana bir bor jang qilish uchun vaqtidan oldin tayyorgarlikni boshlab yuborishgandi. Ular bu jangni tirik qolishlariga sabab bo'ladigan hal qiluvchi to'qnashuv deb hisoblashar edi. Ey qavmim, ey odamlar, bizning gapimizni eshiting, so'ng ishingizni davom ettirasiz. Ey Quraysh jamoasi! Ey Quraysh jamoasi! Muhammad farzandlaringizni va oralaringizdagi yaxshi insonlarni qatl qildi. Bizga urush uchun mol-mulkingiz bilan yordam bering. Shoyat undan o'chimizni olsak. Kinona qabilalari, Tihoma ahli va o'rtamizda hali ham bitimi bor boshqa ittifoqchilarimizni bir joyga to'playlik. Hammamiz Muhammad va uning sheriklariga qarshi yana bir bor jang qilaylik. Shunga siz nima deysiz, ey Qurayshning sayyidi? Qasos! Quraysh sayyidlarining Rasululloh va musulmonlarga qarshi yana bir bor jang qilish taklifini ko'pchilik qabul qildi. Qaynuqo yahudiylarining holiga voy bo'lsin. Muhammad qo'shinlari bilan kelsa-yu, unga qarshi chiqa olmasak, holimizga voy bo'lsin. Ular uylarimizni qamal qilishdi. Yer yuzida ularga qarshi chiqadigan odamni qoldirishmadi. Banu Qaynuqo yahudiylari bitimni birinchi bo'lib buzgan va Badrda musulmonlarga qarshi jang qilgan kimsalar edi. Rasululloh shaharga Abu Luboba Bashir ibn Abdul Munzirni vali etib tayinladilar.
O'zlari esa Banu Qaynuqo yahudiylarini 15 kecha qamal qildilar. Oxir oqibat yahudiylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hukmlariga rozi bo'lishdi. Alloh taolo ushbu oyatini nozil qildi. Bismillahirrohmanirrohim. قل للذين كفروا ستغفرون Tezda mag'lub bo'lursizlar va jahannamga yig'ilursizlar. U qandoq ham yomon joy deb ayt. Sizga to'qnashgan ikki firqada ibrat bor edi. Bir firqa Allohning yo'lida urushadi. Boshqasi kofirdir. Ular o'z ko'zlari bilan dushman o'zlariga ikki barobarligini ko'rib turardilar. Va Alloh kimni xohlasa, o'shani o'z nusrati ila qo'llar. Albatta, bunda aql egalari uchun ibrat bordir, deb ayt. Oli Imron surasi 12-13 oyatlar. Biz taslim bo'lamiz va Muhammadning hukmiga rozi bo'lamiz. U bizga nima hukm qilar ekan? Rasululloh sizlarni afv etdilar. Faqat musulmonlarga dushmanlik qilmaslik va ularga xiyonat qilmaslik sharti bilan. Shuningdek, sizlarga avvalgidek tijorat bilan shug'ullanish huquqi berildi. Hijratning 3-yili boshiga kelib, musulmonlarning holati shu darajaga yetgandi. Ular kuch-qudrat borasida yuqori darajalarga erishgan, ma'naviy jihatdan ham yetuk bo'lib borayotgan edilar. Rasululloh va musulmonlarning obro' e'tibori butun shaharga tarqagan edi. Ular Allohning ta'limotlariga asoslangan yangi musulmon jamiyatini qura boshladilar. Bu jamiyat bag'ri kenglik, insonparvarlik va olijanoblik kabi arablar o'sha davrda ko'rmagan ta'limotlarga yo'g'rilgan edi. Lekin Qurayshliklar bu jamiyatni ana shunday rivoj topishini aslo istamadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga qarshi yana bir bor jang qilishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Xotirjam orom oling. Qancha vaqt o'tmasin, nima hodisa ro'y bermasin, Muhammaddan, amakisi Hamzadan va unga ergashganlardan qasos olishga ont ichaman. Seni qidirmagan joyim qolmadi. Bu yerda nima qilyapsan, Hind? Muhammad o'ldirgan qarindoshlarimni ziyorat qilyapman. Otam Utba ibn Robi'ani, akam Valid ibn Utbani, amakim Shayba ibn Robi'ani, o'g'lingiz Hanzalani, ey Quraysh sayyidi.
Seningcha men bularni esimdan chiqarib yuboribmanmi? Ularning o'chini olish uchun nima ish qildingiz, ey Abu Sufyon? Endi qilaman. Tez orada o'z ko'zing bilan ko'rasan. Muhammadga qarshi urushga siz ham borasizmi, akajon? Ular meni katta janglarda qatnashishga hali yoshlik qilasan deyishyapti. Lekin siz urushda unchalik yosh emassiz. Qurol ishlatishda mohirsiz. Ammo men sizdan xavotir olaman. Akajon, sizdan o'zga hech kimim yo'q. Qo'rqma ukajon. Otamni o'ldirganlarning boshlarini olib qaytib kelaman. Abu Sufyon, xush kelibsan ey Quraysh va Makkaning sayyidi. Xushvaqt bo'l ey Jubayr ibn Mut'im. Sen Makka ahlining yaxshi kishilaridansan. Seni ham Muhammaddan o'ch olish niyatingni bilaman. Ha, o'ch olaman. Muhammad va uning sheriklari Badrda amakim Tuayma ibn Odiyni qatl qildi. Muhammadning bu ishini aslo unutmayman. Unday bo'lsa, tayyorgarlik ko'raver. To'qnashuv vaqti yaqinlashdi. Tez orada Muhammad va uning sheriklari hayotiga nuqta qo'yamiz. Mayli, omon bo'l ey Abu Sufyon. Qoyil, ofarin. Barakalloh. Tasanno ey vahshiy. Nayza ochish bo'yicha Makkada sendan o'tadigani yo'q. Nima uchun menga ham nayza ochish san'atini o'rgatmaysan? Balki sendan-da mohirroq bo'lib ketarmidim. Yo'q, bu qo'lingdan kelmaydi. Bunday mahorat faqat vahshiyga tegishli. Ey vahshiy, labbay hojam. Nayza ochishda sendan-da mohirroq inson yo'q ey vahshiy. Senga bir muhim topshiriq bermoqchiman. Bosh ustiga sayyidim. Yaqinda Qurayshliklar o'z ittifoqdoshlari bilan birgalikda Muhammadga qarshi yana bir bor jang qilish uchun yo'lga chiqadilar. Sen ham ular bilan birga borasan. Agar Muhammad mening amakim Tuayma ibn Odiyni o'ldirgandek, sen ham uning amakisi Hamzani o'ldirsang, seni ozod qilaman. Amringiz bosh ustiga, hojam. Qurayshliklar odamlarda musulmonlarga nisbatan yana bir bor g'azab va nafrat uyg'otishga erishdilar. Badrda o'lgan yaqinlarining o'chini olish maqsadida Rasululloh va musulmonlarga qarshi jang qilish va o'chlarini olish uchun tish tirnoqlarigacha qurollandilar. Bu galgi jang Badrdagi jangga o'xshamaydi. Biz Muhammadning ustidan g'alaba qozonib, Badrda o'lgan yaqinlarimizning o'chini olish uchun mutlaq tayyormiz. Ey odamlar, otalaringiz va bolalaringizni eslang. Muhammad, Hamza va uning sheriklari ularni o'ldirishdi. Qasos! 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 Ertaga Uhud tomon yurish qilamiz. Muhammad, sening kuning bitdi. Ertaga Muhammad va uning sheriklari
Qurayshga qarshi chiqib qanday xatoga qo'l urganlarini bilib oladilar. Qasos! 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 Bekam Hind, huzuringizga vahshiy keldi. Sen boraver. Vahshiy senmisan? Aytishlaricha, hozirda nayza otish bo'yicha Makkada birinchi ekansan. Seni otgan nayzang hech qachon nishonga tegmay qolmas ekan. Nima xizmat buyuring bekam? Ey qora qo'l. Utba ibn Robiyaning qizi hamda Quraysh Sayyida Abu Sufyonning xotini bo'lmish Quraysh Sayyidasi Hind nega seni huzuriga chaqirtirganini bilasanmi? Yo'q, bilmayman bekam. O'ta muhim bir ish uchun sening nayzangni vaqtinchaga olib turmoqchiman. Qanday muhim topshiriq ekan? Hamza Muhammadning amakisi. Hamma shu odamning boshini so'rayapti, bekam. Hind bintu Utba hamma kabi emas, ey qora qo'l. Agar jangda Hamzani o'ldirsang, orzu qilgan narsangni eng oliysiga ega bo'lasan. Agar orzuing bo'lsa, ey qora qo'l. Qullikdan ozod bo'lishdan ham kattaroq mukofotmi bekam? Ha. Ozodlikdan ham kattaroq mukofot, ey nayzachi mergan. Ular uyimizgacha bostirib kirishlariga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ular bilan jang qilgani tashqariga chiqaylik. Rasululloh kelgandilar. Hammalari birdan jim bo'lib qolishdi. Qurayshliklar bilan to'qnashish borasida sahobalar o'zaro tortishib turganlardan xabar topdilar. Ey Allohning rasuli, biz Badrda qatnashib, shahidlik sharafiga ega bo'lishdan mahrum bo'ldik. Qurayshiylar bilan urushish uchun tashqariga chiqishni eng ma'qul yo'l deb o'ylaymiz. Ular uylarimizgacha boshimiz ustiga bostirib kelishlarini kutib o'tirmasligimiz kerak. Rasululloh so'z navbatini boshqa odamga berdilar. Menimcha ularni shu yerda kutib tursak to'g'ri bo'ladi. Madinaga kirishlari bilan ularga qarshi jang qilib, Allohning izni ila g'alaba qozonamiz. Men ham shu fikrga qo'shilaman. Ularni shu yerda kutib turamiz. Shaharning hamma yo'llarini yaxshi bilamiz. Shu yerda ular ustidan g'alaba qozonishimiz mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biroz sukut saqladilar. So'ng eng to'g'ri qarorni Juma xutbasida aytishlarini hammaga e'lon qildilar. Bo'layotgan ishlardan ko'nglingiz to'lmayaptimi, ey Sayyid Abdulloh ibn Ubay? Siz Madinaning sayyidisiz-ku. Muhammad o'ziga ergashganlarning fikrini olganidek, sizning fikringizni ham oladi. Biz bu jangda qatnashmaymiz. Muhammad va uning sheriklari urushaversin. Qani edi Qurayshliklar ularni butunlay qirib tashlasa, Madinada yo'qotgan obro'-e'tiborim va saltanatimni qaytarib olardim. Agar Muhammad Qurayshliklarga qarshi shahar tashqarisida jang qilishga qaror qilsa, biz nima qilamiz? Ular bilan birga chiqamiz. Chunki Muhammad bilan o'rtamizda ahdnoma bor. Lekin qulay fursat topib, Qurayshliklar bizni yaxshilik bilan eslaydigan ish qilamiz. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyovuddin. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamedov.
Rejissyor assistenti Davron Madyor. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Ikkinchi fasl, ikkinchi qism tugadi.